Bugun poytaxtimizning bir nechta bozorlarda davlat yong'in nazorati tekshiruvi o'tkazildi. O'tkazilgan tekshiruvlar natijasida jumladan Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan Navruz dehqon bozori, Bektemir tumanida joylashgan Mid Story Service maslahat cheklangan jamiyat, Qo'yliq qurilish bozori va Chilonzor tumanida joylashgan Toshkent Trade Center maslahat cheklangan jamiyat Abu Sahiy bozori va Uchtepa tumanida joylashgan Farhod dehqon bozorlarining ayrim hududlarida yong'in xavfsizligi qoidalarining qo'pol ravishda buzilishi aniqlandi va natijada ayrim hududlar, kamchilik aniqlangan joylar elektr energiyadan vaqtincha uzildi. Agarda barcha aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilsa, u yerlarga elektr energiya qayta tiklab beriladi va ish faoliyati davom ettiriladi. Shu bilan bir qatorda Yakkasaroy tumanida joylashgan Askiya dehqon bozori umumiy holati yong'in xavfsizligi qoidalariga qo'pol ravishda buzilayotgan joylar aniqlangan bo'lib, bozorning umumiy holati talabga javob bermasligi sababli elektr energiyadan bozor uzildi va ish faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Shu bilan bir qatorda O'rikzor savdo kompleksining 9 ta bloki elektr energiyadan vaqtincha uzildi. Bu olib borilayotgan barcha tadbirlar tadbirkorlarning ish faoliyatiga to'sqinlik qilish emas, aksincha, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va shu bilan bir qatorda xavfsiz muhitni ta'minlash insonlar ko'p yig'iladigan joylarda. Hurmatli fuqarolar, bu kabi tekshiruvlar bizda yil davomida doimiy davom etib boradi.